Ogoh bo'ling, shoshilinch xabar tarqaldi. O'zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatiladi? Bu haqda batafsil 3:5 uz kanalidan bilib olishingiz mumkin. Ish haftasining oxirigacha beqaror ob-havo saqlanib turadi deya xabar bermoqda O'zgidromet. Qayd etilishicha, respublika hududi bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi saqlanib turadi. Faqatgina 26-28 mart kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida yomg'ir yog'ish ehtimoli kam bo'ladi. Bu kunlarda harorat asta-sekin pasayadi va kechalari 4-6 daraja iliqni, kunduz kunlari 8-13 daraja iliqni tashkil etadi. Tog'oldi va tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir yog'adi, qorga aylanishi ham mumkin. 24-25 mart kunlari ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 24-25 mart kunlari tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Toshkentda 24 mart kuni yomg'ir yog'adi. Harorat 15-17 daraja iliq bo'ladi. 25 mart kuni esa yomg'ir yog'ib, shamol 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-8 daraja iliq, kunduzi 12-14 daraja iliq bo'ladi. 26-27 mart kunlari vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechalari 4-6 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari esa 8-10 daraja iliqgacha pasayadi. O'zbekistonda dam olish kunlari nam va nisbatan salqin havo kirib kelganda 24-27 mart kunlari kutilayotgan yomg'irli ob-havo sabab respublikaning 9 ta viloyati, tog'oldi va tog'li hududlarda sel xavfi e'lon qilingan.